sahifalari yig'ilib bu kun YouTube, WhatsApp, Telegramlar eng birinchi Telegram keldi. Eng so'ngida kitob darbadar. Kitobni taklif qilmadilar ham, uni hech kim o'ylamaydi ham. Maqtandilar ular o'zaro, kelib chiqdi oxir mojaro. YouTube dedi asta jilmayib, sahifani boshib bo'laman. WhatsApp'ni yuksini kirdi, so'rlarni so'rib bo'laman. Telegram asta tebranib, sirlilarni siraman dedi. Instagram indamay asta, qolishmayman sizlardan dedi. Kitobimda so'zlamak so'z, uni hamma ustidan kuldi. Shu paytda kitobxon keldi, kitobni o'z yoniga oldi. Shu yo'l bilan ulardan kutubxona so'zi yaraldi. Hamma kitob qo'lidan tortdi, kitob qadri yanada ortdi. Shu yo'l bilan kutubxonada kitobxonlar saflari ortdi. Bu hissadan sizlarga hissa, kitob o'qib tashlamay sira. Bir bor o'ylab keyin o'ylaysiz, kitob bo'lmasa hayot nolga teng.